Suraksan stationdan shu tarafga shunday kelishdi. Bu tomon tog' tarafga kirib borish. Hali tog'ga kirmadik, endi kirib ketyapmiz. Assalomu alaykum barchaga. Keyingi mountain trip tog' sayohatiga yo'l oldik. Suraksan mountain. Yo'l davomida kelishdi. Bu yerda kemping qilib oilaviy dam olib o'tiradigan joylar bor ekan, maydonchalar. Tog'ga kirdik. Endi bu yoqqa qarab sekin chiqamiz. Suraksan tog'iga ketyapmiz. Suraksan shu tog'ga chiqsak, Buxansan va uning atrofidagi tog'lar tugaydi. Ya'ni oldingi videolarda aytganimdek, Buxansan National Park ichida ikkita tog', Buxansan va Dobongsan tog'i va uni qarama-qarshisida yana ikkita tog', Buronsan va Suraksan tog'i bor edi. 3 tog'ga chiqdik va bitta shu Suraksan tog'i qoldi. Shunga chiqsak, yon atrofdagi to'liq tog'lar, bu yerdagi shimoldagi to'liq tog'lar, shimoliy tog'lar tugaydi. Ancha granitli, toshli tog' deb o'qidim. Ko'ramiz, qiziq bo'ladi, nasib. Tog'dan pastga qarab, shu yerdan suv tushgani uchun pastroq tomonda juda ko'pchilik oilasi bilan chiqib, suv atroflarida, bo'ylarida o'tirishibdi, dam olib o'tirishibdi. Shunaqa sharoitlarni qilib qo'yilgan ekan, joylarni. Toshlarning ustiga boshqa nima qilib, kempinglar qurib, dam olib o'tirishibdi. Juda oilaviy do'stlar bilan chiqqanlar. Juda ajoyib. Dam olish uchun zo'r joy ekan. Suv bo'yida shunaqa.
머리를 이제 고여놓고 양쪽 다리 땅에 안 닿게끔 힘주고 한참 그리고 여러 가지 처음에는 막 아파. 몇 번 하니까 안 아프더라고. 한참 해도 그때 소리가 많이 있고 다리가 땡기고. Nimada internetda o'qiganimda juda dam olib o'tirish uchun tinch joy, daraxtlarning orasida deb yozgandi. Haqiqatda shunaqa ekan. Haqiqatda hali chiqmadi, yo'l yarmidamiz. Suraksanni eng yuqori qismiga chiqish uchun yo'l yarmini bosib o'tdik. Ya'ni yarim yo'l bosib o'tsak, eng yuqori qismiga chiqamiz. Yo'l davomida ko'ryapman. Koreyslar misol uchun dam olib, gazetalarni o'qib o'tiribdi pastda. Shovqin yo'q, juda tinch. Shu o'rmonning ovozi, qushlarning ovozi. Pastroqda shu aytganimdek suv bor joyda oilaviy do'stlar bilan ular dam olib o'tiribdi. Yuqoriroqda tinchroq joyda o'zi o'tirib kitoblarni o'qib, gazetalarni o'qib o'tirishibdi. Shunaqa. Suraksan ma'nosi qoyali toshmi, silliq tosh degan ma'noni bildirardi. Yo'l unaqa qiyin emas, lekin toshdan iborat. Toshli yo'llardan iborat degani uchun degandi. Haqiqatda shunaqa ekan. Yo'l misol uchun qiyin bo'lmayapti. Balandlik unaqa narsalar yo'q, lekin tosh. Shu tosh kuch oladi. Shunaqa. Balandligi 637 metr adashmasam, shunaqa edi. Eng yuqori qismi 637 metr. Ko'ramiz. Yo'l davomida bunaqa katta toshlarni ham uchratdim. Ko'p ekan juda. Granit toshlardan iborat deb yozgandi. Menimcha shular hammasi granit bo'lsa kerak. Tosh bo'yicha tajribam yo'q. Ko'rish kerak. Qanaqa shaklda bo'ladi, qay rangda bo'ladi. Granit toshlarga to'la degandi. Menimcha shu toshlar granit bo'lsa kerak.
Hop, yozish bo'yicha eng yuqori qismiga 1 kilometr qoldi deyapti. Xaritani ko'rsatishi bo'yicha menimcha o'sha eng yuqori qismi 637 metr, undan tashqari yana ikkita top qismi bor edi. U xaritadagi rasmlarga qarasam, o'sha juda chiroyli joylar ekan ular. Ya'ni misol ikkita top alohida qismida juda manzaraviy toshli joylar bor ekan. Qani hozir eng yuqori qismiga chiqamiz, ko'rsataman va qaytib tushish yo'limizni o'sha eng yuqori boshqa nuqtalar orqali topishga harakat qilib ko'raman. Bitta balandli joyga keldik. Juda tikka chiqqan ekan, 45 gradus atrofida. Shu yomon emas. Hozircha yomon emas. 내가 뭐 빨리 가자 그러나. 가자 내가 나가냐? Yeah, I think it's like yuqorisiga chiqib ketyapmiz. Manzara dahshat ko'rinishga boshladi. Yoki bu tarafdan yoki sal osonroq bu tomondan. Ikkala tarafdan ham chiqsa bo'ladi. Toshli yo'ldan chiqib ko'ramiz, qayerroqdan. Hard way. Beautiful view. Easy way. I don't think so.
여기가 두봉산. 저쪽이 북한산인가봐요? 아유, 벌레들이 엄청 많어. 아, 네, 이야기했죠. 여기 두봉산, 여기가 북한산. 혹시 북한산이 높네? 여기가. 이게 땀이 막 아예. Bu yerdan endi tog'i uchiga qarab chiqishni boshlaymiz. Havo ajoyib bo'lyapti, bulutli bo'lyapti. Quyosh yo'q. Hafta boshida 80% yomg'ir ko'rsatgandi, lekin bugun 60% ko'rsatyapti. Lekin yomg'ir yog'madi. Yakshanba bugun. Yomg'ir yog'madi. Bu yerda menimcha shu kecha yomg'ir yog'ib o'tgan. Yo bugun kechqurun yo kecha biroz bo'lsa-da yomg'ir yoqqan, chunki yerlar nam holatda turibdi. Shabada bo'lyapti, juda ajoyib, havo juda ajoyib. Qani bo'lmasam tog' uchiga qarab 찍어달라고 앉아있잖아. 안 쉬어, 여기가 시원해. 수락산, 안개 경산, 나지. 애매한 케이스를. Hop. Bu Buxansan, bu tog' Buxansan. Birinchi chiqqan tog'imiz. Bundan keyingisi bu Dobongsan, oxirgi chiqqan tog'imiz, bundan bitta oldingi. Va bu tarafda mana yerda Buramsan tog'i bor. Xo'p, Buxansandan keyin Buramsanga chiqdik. Undan keyin bu yerda Dobongsan oxirgi chiqqanimiz va bu tog' Suraksan tog'i. Shu atrofda shimoliy Seul shimol qismida shu 4 ta tog' joylashgan. 한 번 더. 이어서. 어머. 이어서. 하나, Quay 둘, ôm vào quay 셋. quay nè. 오케이. 하나, 둘, 셋. 좋아. 땡큐, 땡큐. 네. 좋아요. Quay đi
tog'i bitta tomoni yuqoriga chiqqaningiz sari chiroyli manzarali ko'rinib boraveradi. Bitta nuqtaga chiqqandan keyin vau, zo'r ekan deb turib rasmga tushasiz. Ozgina yuqoriga chiqsangiz undan ham chiroyli ko'rinaveradi. 이거 안 여기 안 돼. 이거 안 그만 여기는. 안 좋구만 이것 때문에. 잘 올라가다 보면. 이건 약과요. 이 밝은 색 있잖아요. 어디서 이거 약과라니까 올라가면 알아. 얼마나 사진 없지 사진. 야, 이거 이거 한. What the hell? What is that? Tog' uchiga chiqib bayroqni ko'rgandan keyin bayroq haqida keyin aytib beraman. Pastga boshqa yo'ldan tushgandim, faqat manaqa yo'lga tushib qo'yimman hozir. Yo, tog'chilarning yo'lidanmi bu? Juda xavfli yo'l. Arqonda tushish kerak ya. Aha. Hozir endi kamera bilan telefonni sumkaga solib, keyin tushaman. Shu yerdan shu holatda tushdik. Bu yerda yana shu holatda ketadi. Hop, ana shu yuqoridan pastga qarab tushib keldik. Bu tomon boshqa pik nuqtasi, o'sha tomonga chiqamiz. И bu yoqdan nari metro tomonga, shahar tomonga qarab tushib ketamiz. Xo'p, menimcha boshqa faslda chiqish kerak shekilli bunga, chunki tog'ga chiqqanimda videoda ham ko'rdinglar, bayroqqa eng yuqori nuqtaga chiqqanimda hasharotli uchib yuribdi, qanaqadir
Shu chivindan kattaroq, nomini bilmayman, qanaqadir hasharotlar uchib yuribdi, juda ko'p tur bo'lmayapti. 10 soniya, 5 soniya ham tur bo'lmayapti. Hamma tanaga qo'nib, choqmayapti-yu, shu tanaga qo'nib ko'zlarning ichiga kirib shunaqa holatlarni hosil qilyapti. O'shaning uchun bu yerda tur bo'lmadi. Bayrog'ni ko'rsatdim. O'sha eng yuqori nuqtasi 634 metr. Undan tashqari yana ikkita pik nuqtasi bor edi. Hozir bitta pik nuqtasi tomon ketyapman, u yerga chiqaman va u yoqdan nari ko'ramiz. Qani yo shaharga tushib ketamiz, agar vaqt bo'lsa boshqa nuqtalarga ham, boshqa joylarga ham chiqishga harakat qilib ko'raman. Shunaqa xullas o'zi tepaga chiqib kelishda bilinayotgandi, hasharotlar uchib, tanaga qo'nib shunaqa qilayotgandi, bilinayotgandi. Faqat o'zi yuqoriga chiqib kelishda ham bilinayotgandi, tanaga qo'nib hasharotlar juda ko'p uchib yurgandi. Faqat yuqorida, eng yuqori nuqtasida bayroqda juda ko'p ekan. Juda u tur bo'lmayapti. Chiqqanlar ham, hamma chiqqan ham bayroqni ko'rmasdan ham qaytib tushib ketyapti, oxirisiga yugurib, orqasiga yugurib tushib ketyapti. Shunaqa. Bilmadim endi qanaqadir hasharotlar shu daraxtlarga qo'nib yuribdi. Qaysi tur daraxtda ko'p ekan, o'sha daraxtlarga qo'nib nima qilib yuribdi. Tur bo'lmayapti xullas. Menimcha o'sha yomg'irligami yo o'zi shu yoz faslida shunaqa bo'ladimi, aniqini bilmayman. Boshqa faslda shu sovuqroq mahal chiqish kerakmi? Shuni ko'rish kerak. Lekin nima zo'r? Tog' zo'r ekan, tog' yaxshi. Chiqish, misol uchun chiqib ketishni ko'rdim. Boshqa tog'larni singari deyarli chiqish bir xil, lekin hozirgi tushish shu narsa, misol uchun Arqondan ko'rsatdim, Arqondan tushib kelish, pastlarga tushish haqiqiy climbing bo'ldi. O'sha tomonlar bilan ajralib turibdi bu tog'. Hozir endi boshqa yana bitta pik nuqtasi bor ekan, o'sha nuqtasiga ketyapmiz. Qani ko'ramiz. Shu yerdan chiqdik, bayroq bor. Mana shu yerdan kelib, shu yerdan bu yerdan keyin Arqonga tushdik. Endi hozir shu holatda boshqa qarab, cho'qqiga qarab ketyapmiz. Ketyapman. Hali yetib bormadim pik nuqtasiga. Yo'lda odam yo'q lekin. Nimagadir o'rmon ichida birorta ham odam yo'q. Yaqin 500-400 metrdan beri qarab kelyapman, birorta odam yo'q. Ishqilib tinchlik bo'lsin. Orqaga qaytishga to'g'ri kelmasin-da, yo'lga, shaharga qaytish uchun.
Hozircha birorta odam ko'rinmayapti. Ba'zi joylarda, ko'p joylarda mana shunaqa bunker deydimi endi buni, yer tagiga qilingan qanaqadir xonalar bor ekan. Bilmadim bular qanaqa xona. Bunkermi? Qanaqadir nimadir saqlanganmi? Yo, hojatxona bo'lganmi oldin? Hop. Yana bitta shunaqa arqonda tushadigan joy keldi. Tak. Tog'i asosiy cho'qqi qismiga chiqib, boshqa tomonidan tushyapmiz. Anchagina yo'l yurdik. 3,2 kilometrda nimagacha, pastgacha 3,2 edi. Anchagina yurdik. Bu tarafdan menimcha odamlarni ko'rmayapman, juda kam ko'ryapman. Har 1,5-1 kilometrda bitta odam shunaqa o'tib qolyapti. Bu tarafdan asosan menimcha yurmaydi. Asosiy chiqadigan yo'l o'sha birinchi tog'ga chiqishda, uchiga chiqishdagi yo'limiz, asosiy chiqadigan yo'l. Tushish boshqa tarafdan bo'lsa kerak. Ko'pchilik qaytadigan, o'zi chiqqan yo'ldan ko'pchilik qaytadi. Agar boshqa aylanma trek qilaman deydiganlar bo'lsa, boshqa yo'ldan qaytsa kerak. Hozir men qaytayotgan yo'l bu menimcha ko'pchilik qaytmaydi bu yo'ldan. Bilmadim, chunki ko'rmayapman. O'zi tog'ga chiqayotgan odam o'zi kam edi. Men tushayotgan yo'ldan ham juda kam odam.
yaqin kelgan bekatimdan yaqin bir 3-4 ta bekat o'tib keladigan bekatga hozir tushib ketyapman. O'sha bekatga, shaharga. Atmosfera zo'r. Quyosh hozir ko'rindi, ozgina bulutlar orasidan ozgina ko'rinib turibdi. Lekin deyarli quyosh yo'q. Salqin. Juda zo'r atmosfera, o'rmon bo'ylab sekin ketaveramiz. Hop. Tog'dan chiqdik. Endi shaharga ketyapmiz, metroga. Juda ajoyib, juda zo'r. Taassurotli dahshat. Haqiqatda odam kam, dam olish uchun, sokingina bemalol dam olib o'tirish uchun chiqib miyani dam oltirish uchun juda yaxshigina joy ekan, yaxshi tog' ekan. Shunaqa. Shu yuqorilarga chiqdik, ko'rinib turgan. Juda ajoyib. Davom etamiz.